Elektr energiyaning qarzi borligi uchun o'chirib qo'yyapti yoki deylik to'lovlarni o'zlari vaqtida qilishmayapti. Shuna muammolar bo'lsa, quyosh panelni qo'yganning foydasi yo'q. Mana 3-4 ta kompaniyaga uchradik, ular qila olmaymiz deyishdik. Balandligi 4 metr bo'libdi, oldi kirishi. Oldi 4 metr, ag'i 7-8 metrda. Pashti 8 metr, orqa 8 metr balandlikda. Chunki bu yerlarda qattiq shamol bo'ladi, bilasiz. Qo'qonda shamol. Qo'qonda shamol bo'ladi, lekin o'zimizda ham 1-2 ta 3 ta kompaniyalarga aytdik. Ulardagi bizga ma'qul kelmadi. Balandlikda quyosh paneli o'rnatmaganmiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Soul Pro kompaniyasining aziz muxlislari, obunachilari. Bugun biz mana Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidamiz. Karim akaning uyiga kelganmiz. Assalomu alaykum Karim aka. Karim akaning uyiga 1 yil oldin, 1 yil muqaddam shu Navesni o'rnatib berganmiz. Traktor parkiga traktorlari ko'p. Hozir yana bitta kombayn olib xursand bo'ldik. Shu traktor parklariga maxsus pad zakaz shuni Naves yasab berganmiz. O'zidan bir qator birozim fikrlarini so'rasak, bizning kompaniyamiz to'g'risida, boshqa ma'lumotlar to'g'risida Karim aka o'zingiz. Avvalambor shu kompaniyaga rahmat. Mana 3-4 ta kompaniyaga uchradik, ular qila olmaymiz deyishdi. Keyin bu Oybekjonni uchratib qoldik. Shularda shu bahona tanishdik. Shu quyosh panelini o'rnatib bering deb iltimos qildik. Mana shuni qilib berishdi. Juda xursand bo'ldik. Tagida texnikalardan foydalanyapmiz. Skrat hisobida foydalanyapmiz. Mashina nimalar turgani yaxshi joy bo'ldi-da. O'zi ishlashi ham, qulayligi ham yaxshi bo'ldi buni. Balandligi 4 metr bo'libdi, oldi kirishi. Oldi 4 metr, ag'i 7-8 metrda. Pashti 8 metr, orqa 8 metr balandlikda. Jami bo'lib 60 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib berganmiz. Panellarimiz ikki taraflamalik. Hozirgina mana ko'rdik, ishlab turibdi. Yaxshi samarali foyda berib turibdi. Karim aka, endi bu asosan biz bilan xudo xolasa hamkorlikda ishlashingizga asosan sabab nima bo'ldi? Biz o'sha Farg'onada joylashganmiz. Siz hududingiz Qo'qon hududida joylashgan. Bu yerda siz qanday uchratdingiz? Qanaqa bo'ldi shu jarayonlar? Muxlislarimiz bariyatni qilamiz, borda obunachilarimiz. O'zlaringning nimalar bor ekan kanallari. YouTube kanalda bir ko'ra turganda ba'zi nimalar nomerlarini oldim. Keyin telefon qilib aloqaga chiqib oldik. O'zimizda ham 1-2 ta 3 ta kompaniyalarga aytdik. Ulardagi bizga ma'qul kelmadi. Keyin bu Oybekjonga aytdik, bular o'zlari kelib shu qulayliklarni qilib berishdi-da. Hozirgi bizning mo'ljalda 1 yilda 80 million chiqib qolar ekan. 240 million kredit olgan bo'lsa, 3 yilda masalan uzoqlar 4 yilda qoplab olamiz-da, 5 yilga olganmiz. Endi bitta narsani bilish kerak, ko'p mana fermer xo'jaliklarda elektr energiyaning qarzi borligi uchun o'chirib qo'yyapti yoki deylik to'lovlarni o'zlari vaqtida qilishmayapti. Shuna muammolar bo'lsa, quyosh panelni qo'yganning foydasi yo'q. Siz elektr energiyani vaqtida to'lab, elektroset bilan yoki hududiy elektr tarmoqlar bilan vaqtida to'lovlar amalga oshirib, kelishib ishlasangiz, sizga bu samarali foyda beradi. Qani edi bag'ida pul bo'lganda 300 kilovat qo'ydirardik. Mana shu yo'lga ketardik. Ega meva eksaga bo'laverardi-da, foydalansa. To'g'ri, bag'i imkoniyat haqiqatan ham moliyaviy tarafga borib taqaladi, lekin mana 60 kilovat o'rnatsa, bu degani 1 yilda 80 million 90 million so'm miqdorida daromad beradi degani bu. 80 million 90 million har yili sizga daromad keltirib tursa zo'r. Bundan tashqari nasoslar bor, 2-3 ta nasos. Shu nasoslarni ham misol davlatdan 1100 dan sotib olmaysiz. Shuni, ya'ni o'zini quyosh paneli chiqargan elektr energiyasining hisobiga kamroq rasxod qiladi. Ortib qolganiga davlat pul to'laydi. Yana bitta narsani aytaylik. Karim aka, to'g'risini aytaman, men o'zim shuncha yondan beri quyosh paneli qo'yib yurgan bo'lsam, bunaqa katta Navesda, bunaqa katta balandlikda quyosh paneli o'rnatmaganmiz. Chunki bu yerlarda qattiq shamol bo'ladi, bilasiz. Qo'qonda shamol. Qo'qonda shamol bo'ladi, lekin vodiyda bir chiroyli bir yagona bir proyekt bo'ldi deb o'ylayman. Chiroyli proyekt chiqqan. Shuni qilganlaringiz sizlarga ham rahmat. Boshqalarga ham shuni qilishni tavsiya beraman. Imkoniyat bor ekanda qilsa. Aka, hamkorlik uchun rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Aytganingiz kelsin. Bu proyekt vodiyda yagona hisoblanadi. Sababi balandligidan, hajmi jihatdan juda yuqori, orqa 8 metr,
oldi 4 metr, sabab bu yerga traktorlarni taksopark uchun qilingan, 3 ta traktorlar qo'yish uchun qilingan. Maxsus hozirgi kunda bir qator o'tgan yil o'rnatgan bo'lsak ham, bu yil kelib bir qator o'zimiz ko'zdan kechirib, fermerimiz bilan suhbatlashib, bir qator ulardan fikrini olib sizlarga havola qilyapmiz. Hozir bir qator biz injenerimiz bir qator invertorlarni ishlash jarayonlarini bir qator ko'rib, nazoratga olib qo'yyapti. Soz holatda ishlab turibdi, muammo yo'q. Hozirgi kunda 1 oy avval qonun chiqdi, ya'ni yuridik shaxslar ham xuddi fuqarolar singari elektr energiyani, ya'ni quyosh panel stansiyasi chiqargan elektr energiyani hisob-kitobi fuqarolar singari o'zi avtomatik ravishda счетчикlar, ya'ni programma plus-minus qiladi. Shu sababli xavotirga o'rin yo'q. Endi tizim optimal holatda, ya'ni fuqaroning ishtirokisiz o'zi avtomatik hisoblagich orqali hisoblanadi. Shu sababli quyosh panellari narxi tushgan, shuningdek elektr narxi ko'tarilgan. Hozirgi kunda quyosh panelida yuridik shaxslar agar kattaroq rasxodlaring bo'lsa yoki o'zlaringni ishlab chiqarishlaring bo'lsa, bemalol qo'yib foydalansalaring bo'ladi. Shunga o'xshagan ma'lumotlar, shunaqa proyektlar qilish kerak bo'lsa, bizga albatta murojaat qilinglar. Hamisha xizmatga tayyormiz. Agar sizga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqa loyihalar, unikal loyihalar kerak bo'lsa, sizga individual holatda yechim beramiz. Ma'lumot qiziqarli bo'lsa, bizga obuna bo'ling, biz sahifalarimizni kuzatib boring.